O'zini baland emas, daryolar uzoq oqar, qayerga yetishini aytmas. Faqat inson qalbi so'rayverar yana. Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir jami sho'ydamiz, xudo xolasa. Qanaqa baliqlaringiz bor, polvon? Baliq sazan bor edi. Oq baliq sazan. Ularni qovurib berasizlarmi yo dimlabmi? Qovurib beringlar. Dastavkalar ham bormi bu yerda? Bor. Yetkazib berish jo'nmalari bor, xudo xolasa. Hop, be nomi nima edi? 38 baliqxona. 38 baliqxona. Malades. Hozir biz qanaqasini yeymiz endi Sadalxonaga? Oq baliq, duxovka. Duxovka yeymiz. Kiloli qancha? Kilo 4 kilo mo'ljali kattaroq. Ha. Va 1 kilo, 1 kilo 100, 1 kilo 200. Kattasidan yo'qmi? Kattasini qilib beradi. O'shada katta qilib berishadi. Sazan. Necha kilo sazan? Sazanni duxovkasi bormi uni? Xo'p, beramiz qolmayapti. U hozir tayyor yo'qmi usta? Hop. Balangiz necha pul? 50. Ko'tarib qo'ymasan, bir oy kemaga. Aka, reklama ham ketibdi oga. Ozoroq qilib beringda, chunki bizda odam 100 mingdan oshiq odam ko'radi. Aytmoqchimanki, ozoroq qilib bersanglar, oilaviy kelgan sharoitlar bormi bu yerda? Oilaviy kelgan suratlar bor, xonalar bor, hammasida bor. Talabga javob bor, balagi Mana olmasa oilaviy xonalar bor. bu tomonlar. Hop, endi hozir bizga qanaqasidan beradigan bo'ladi? Qanaqasidan yeydigan bo'ladi Sadalxonaga? Ikkita aytamiz bunaqa. Bo'laveradi oga. Ha? 1 kilo 200 deydi. Ha, 1 kilodan yeyishlar. O'tay, yo'q, ketmasin. Bu baliqlar bo'lmaydi. Tayyorlanayotgan jarayondan bitta ko'rsak bo'ladimi usta? Ha, Bitta ko'raylik. Chunki ko'p kishiga qiziqda bu. Hurmatli obunachilar, biz har yili yozmi, qishmi, qachon qaramay shu yerga kelamiz, sababi duxovka baliq o'ta go'zal bo'ladi. Bu tevadagi qora salofandagili baliqlar endi. Voy. Asha tayyor bo'lgandan keyin bu ha? Bu endi tayyor bo'lgani bu, ha? ha, tayyor bo'lgani mana. O bitta ochib ko'rsating cho'qa. Voy. Hurmatli obunachilar, buni qishda ham, yozda ham yesa bo'laveradi, ha? Issiqda baliq yesa ish ketib qoladi deyshadi. Yo'q, bo'lmagan gap, aka. Qanday ochingda bir ko'rsataylik, bir maza qilib qaraylik obunachilar. Go'zalligini qarang, go'zalligini. Aka, buni endi o'tinda pishirasizlarmi, ko'mirdami? Hozir o'tinda pishiriladi. O'tinda yoqib, uni dimida, issiq dimida pishadi-da bu. Bu bunaqa qizarish uchun u duxovkaning ichida ham bir olib yonish kerakmi yo? Buni qizarish uchun endi katta cho'qda pishadi-da bu. Ha. Gaslarga to'g'ri bo'lmaydi buni. Tokmi bu yo o'tin? Bu o'tin. Aha, katta tokda deganingizga. Yo'q. Katta o'tin. Hurmatli obunachilar, mashina mana biz anchadan beri yeymiz. Bu yerga aka biz 3 yildan beri obuna nimamiz bu yerga kelaveramiz har doim. Duxovka balig'i ta'mini bilamiz-da. Aytmoqchimanki, ko'p kishilar kelib ko'rishsin, maza qilsin degan maqsadda bir syomka qilyapmiz. Hop, buni mash turishi o'zi necha pul endi mash aka? 1 kilo 55 ming. 55 ming masha. Mashinaqa kishilardan yana bitta bering bizga endi aka. O'tirganda bo'lmaydi. Bo'l, ha, shu yerda yeymiz aka. Hop, endi buni dastavka xizmati qanaqa bo'ladi va nomerlarini ham aytib o'tmadinglar. Nomerlarimiz bor. Mana hozirlarimiz bilan nomerlarimiz bor. O'tgan safar syomka qilgandim bag'i. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Hop, dastavka qilishlik uchun nomeringizni bersam. Dastavka qilish uchun nomerlar 93lik. Aha. Bilan 235 43. Aha. Keyin 93lik 971 1115 ga telefon qilish. Qilsa dastavka qilib berasizlar, ha? Konkretni. Pulni karta orqali tashlangandan keyin jo'natasizlarmi yo? Farqi yo'q, onlayndan olib qolamiz. Onlaynga berib yuboramiz. Berib o'rishaveradi, ha? Malades. Endi bizga mashinani ham bitta bering. Issig'idan faqat, ha? Bir maza qilib yeylik. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda juda ko'p kishi kuzataliga o'tgan safar video olganimizda ko'p kishi maqtagan. Haqiqatda bu yerga ko'p kishi kelgan ekan. Syomka qilishimizdan maqsad bu obunachilarimizga nima narsa zo'r bo'lsa, shu narsani maqsadimiz ko'rsatish. Obunachilar haqiqatda mazasi zo'r, xuddi shashlikning singari mazasi. Mazada gapsiz yo'q, kelib faqat yeb ko'rsanglar buni bilasizlar mazaligini. Qadrdon olib boraverasizlar. Hop, boshqa joylarimizda mana bu tevalarda xotirjam ulfatlar bilan kesanglar ham bo'ladi va qolaversa oilaviy. Mana tomonda oilaviy joylarimiz bor. Oilaviy joyga ham kirib xotirjam
o'tirsanglar ham bo'ladi. Endi men shaxsan mana akalarim bilan kelganman. Bu yer kelishimizdan maqsad mazaliga Saidullo aka Dropgetan nimasi balig'i. Mana Nurmuzay xon aka, Nurmuzay aka mana baliqqa nima deysiz aka? Mazasiga. Ha, yo'q, mazasiga nima deysiz aka? Bu YouTube'da kelib ko'rishyapti-da. Oldindan yaxshi. Yaxshimi yomonmi? Yaxshi. Sizga yoqqanmi aka? Ha, Bitta ko'kshol deydi. Ha. Obunachilar Pepsi'dan ham deydi. Ha? haqiqatda. Islomjon davrida bitta ichayotganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zi albatta kelgandan keyin videomizni davom ettiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biz aytgan taom ham keldi mana. O'zingni yaqin insonlaring bilan o'tirib iste'mol qilsam, bari uni gashti boshqacha-da. Ha, qarang buni, mana qarang. Ular ham bilmayapti. Ha, Toshkentlik a? Yaqin oshnamizni. Va Toshkentlik Baxtiyor ekan, aka. Mana. Keyoqomdan o'zinga. Yoqsiz chiroyli bo'libdi-ku, mana. Malades. Juda yo'g'ilib ketdimi shunday aytdim. Yasha, rahmat, chaqirib turamda. Rahmat ukajonim, jo'ning sog' bo'lsin, chaqirib turaman, xabar olib turasan. Xo'p, obunachilar sizga ozgina ko'rsatib, ozgina ishtahani ochar buni. Turishini qarang buni. Mana turib mana. Voy. Mana man hovuzimni cho'p qo'yibdim. Go'zalligini qarang buni. Mana. Faqat yeyish kerak edi. Hova shunga bob bo'libdi-da, Saidullo aka. Ha, balig'i yeydigan havo bo'libdi-da. Mazza qilib mana hozir. Hurmatli kuzatuvchilar, kelinglar. Jo'ninglar sog' bo'lsin. Shu yergacha ko'rgan ko'zingizga ham dard ko'rmasin. Obuna bo'lib, fikr kommentariyada qoldirsanglar, yana ham mansabga muvofiq ish bo'ladi.